Do'stlar, sizlar bilan yana Fundal Gaming. Bugun biz tosh ferma quramiz. Tosh fermaga kerakli materiallar o'zingiz xohlagancha faqat toshdan ishlatishingiz kerak. Men stone brick oldim. Keyin esa zinaga ishlatiladigan blok, bir chelak suv, bir chelak lava, keyin esa 4 ta sandiq, keyin esa hopperlar va oxygen degan narsadan kerak bo'ladi. Hozir biz yasashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib sizlar sandiqlarni qo'yib olasizlar 4 tadan. Xuddi shunday qilib qo'yasizlar. Keyin esa shunday qo'yib, ustiga zinaga ishlatiladigan bloklardan qo'yib chiqamiz. Keyin esa atrofini o'raymiz. Hozir yana bir blok ko'taramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Biz 100 ta bo'laylik. Keyin esa bu yerga suv quyasizlar. Keyin esa bu yerga oksigenni qo'yasizlar. Shunda suv chiqib ketmaydi. Bu yerga lavani qo'ysangizlar, bu yerda tosh paydo bo'ladi. Agar sizlar selektovchilik kirka bilan ishlatsalaring, xuddi shunday tosh bo'ladi. Agar selektovchisiz kirka bilan ishlatsalaring, mana bunday tosh hosil bo'ladi, cobblestone. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Video tugadi.